Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyodagi kun tartibida bo'layotgan xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy bu vahshiylikni 45 yoshdan to'van barliq ayollarga ijro qilmoqda. Özünü aşkarlaşını xalamagan bir körürmenimiz istiqlal xabar bölümümüzge uçur yetkizib, Xitay dairlerinin növətdiki vəhşi bastırışları haqqında məlumat berdi. Uçur bilan təminləgüçünün aşkarlaşça Xitay təcavüzçiləri yaqından beri Şərq Türkistan xalqiga yürgüzübatqan bastırış və təqib qilishni umumyüzlük küçəytgan. Atış təvəllükidəki barlıq ailələrə besib kirib, ailələrdəki yağlıq və uzun kiyimlərini elib çıxıb ketgan. Ayollarni uy ichidimi yağlıq chegishdan cheklagan hamda uyda yağlıq chekkan xonim qizlarni qattiq jazolaydiganligi haqida tahdid solgan. Shundaqli lagerdan qo'yib berilganlarmi uyda turg'izilmasdan ishqi o'rinlashtirish bahonasi bilan oilasiga oyda bir qatim qaytadigan shaklda har xil ishlarga majburiy silinayotganligini bildirdi. Xitoy tajovuzchilari yana 45 yoshdan tuvan xonim qizlarning yo'ldishi bo'lsin yoki bo'lmasin, yo'ldishi turmada yetayotganlar bo'lsin yoki qazo qilganlar bo'lsin, hatto to'y qilmagan bo'lsa-mu hammasiga birdek majburiy uzuk soldirmoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkiston xalqining tug'ish va ko'payishini cheklashdan iborat razil siyosatini Sharq Turkistonning siyosat bir qadar kengni deb qaralgan otishni yurgizayotganligining, mazkur razil siyosatning Sharq Turkistonning boshqa rayonlarida texmi vahshiylarcha ijro qilinayotganligining dalili ekanligini bildirishmoqda. Xitoy Adrian Zeniz va ACPI ustidan ariz sundiganligini bildirib tahdid soldi. Xitoy rejimining rasmiy taratqusi bo'lgan Yer shari vaqti to'rining 8-iyul bergan xabariga qaraganda, Xitoy rejimi germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zeniz va Avstraliya strategik siyosat instituti ustidan ariz qilganligini bildirib tahdid solgan. Xabarda manbalarga qaraganda Xitoy Adrian Zeniz va Avstraliya strategik siyosat instituti ASPI ustidan ariz sunishni o'ylashayotgan bo'lib, ularning uzundan buyon Xitoy haqida tuhmat chaplab tarqatganligini bildirgan. Doktor Adrian Zeniz Xitoyning Uyg'urlarning nüfusini cheklash orqali irqiy qirg'inchilikqa yo'l ochayotganligi haqida dokument e'lon qilgan. Avstraliya strategik siyosat instituti Xitoyning yuqori texnika orqali Uyg'urlarni qattiq bostirayotganligini tekshirib chiqqan edi. Mazkur xabarda maxsus Adrian Zenizning kim va Avstraliya strategik siyosat institutining nima ish qiladigan organ ekanligi haqida tafsiliy bayon qilingan bo'lib, bu atalmish tadqiqotchi va atalmish Avstraliya strategik siyosat instituti atalmish dokumentlarni doim e'lon qilib, Xitoyni asossiz aybladi deganlar ilgari surilgan. Xitoy matbuotining xabar qilishicha, bu yil mart oyida Xitoyning lagerlarida yetib chiqqan ba'zi Uyg'ur ziyolilari Dunyo Uyg'ur qurultiyi ustidan o'zlarining rasmlarini ruxsatsiz ishlatgan. Xitoy IHH'ning Sharq Turkiston haqidagi dokumentiga inkos qaytardi. Turkiyadagi eng chong ommaviy tashkilotlarning biri bo'lgan IHH insoniy yordam jamiyati qaramog'idagi insonparvarlik va ijtimoiy tadqiqot markazi INSAMER'ning Sharq Turkistondagi jazo lagerlari qadam-qadam irqiy qirg'inchilik temasida dokument e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish, qirg'in qilish jinoyatini pokitlik isbotlab bergan edi. Mazkur dokumentdagi po'latdek pokitlarga ko'z yumgan Xitoyning Anqara elchixonasining bayonotchisi xalqaro jamiyatni aldash hamda eziqtirish maqsadida dokumentdagi uchurlar haqiqatni aks ettirmaydi deb bildirildi. Xitoy bayonotchisi xalqaroda rostlikka allaburun isbotlangan haqiqiy paketlarga ko'zini yumib olib, monolarni bildirgan. Yaqinqi kunlardan buyon Turkiyadagi bir qism siyosiyonlar va ommaviy tashkilotlar e'tiqod erkinligi va kishilik huquqni bahona qilib, xato qarashlar haqida fikr bayon qilyapti. Biz dokumentdagi aloqador mazmunlarga qarshi degan. Xitoy bayonotchi yana yolg'on sapsat setib, Sharq Turkistondagi kishilarning hayoti, sog'lomligi, taraqqiyoti, asosiy huquqining berilishi qatorliq asosiy sharoitlarning butunlay erkin ekanligini, Xitoy Sharq Turkistonda hushyorlikni o'stirib, bo'lgunchilik va terrorlik qatorliq uch xil kuchga qarshi kurash qilayotganligini jar solgan. Dokumentda Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonda bostirish, qirg'in qilish siyosatini yurgizganligi, atalmish kasbiy ma'rif va tarbiyalash markazi nomida yaqinqi yillardan buyon jazo lagerlarini ta'sis qilib, lagerlardagi tutqunlarga har xil jismoniy va psixologik qiynash usullarini ishlatish, xohlagancha huquq yurgizib, Uyg'ur turklarining erkinligini sistemalik amaldan qoldirish, madaniyat va e'tiqodni cheklash, idiviy bostirish, parakandichilik selish va majburiy emgakka selish qatorliq rahimsiz vositalarni qo'llanganligi, rayondagi 1200 lagerda 3 million odam borligi qatorliqlar pokitlik isbotlab berilgan.
Uyg'urlarning taqdiri dunyoga Xitoy to'g'riliq bir ogohlantirish bo'lishi kerak. Hindistonda chiqadigan Siyosiyon xabar to'ri 8-iyul bergan xabarda Xitoyning Janubiy dengizdagi orollarni talashayotganligini tanqidlab, Xitoyning do'stlaridan dushmani ko'p degan. Xabarda Xitoyning Vyetnam, Filippin, Malayziya qatorliq davlatlarning egilik huquqiga tahdid paydo qilayotganligini ta'kidlab, yer sharidagi qarindoshlikning Xitoyga qarshi uyg'ondigan vaqti keldi deyilgan. Xabarda yana Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Yevropa Ittifoqining besimiga qaramasdan Sharq Turkistonda yig'ib olish lagerlarini kengaytganligi va chekidan oshgan zulm siyosatlarini qo'llanib, rayonda kishilik huquqi ig'ir darajada daxl taruz qilayotganligi eskartilgan. Xabarda tadqiqotchi Adrian Zenizning doklati tilga elinib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmining chekdan oshganligi, bu zulmning butun dunyoga Xitoy to'g'riliq jiddiy ogohlantirish bo'lishi kerakligi ta'kidlangan. Xitoyning zulmlarga qarshi xalqaro norozilik to'lqini ko'tarilmoqda. Xabarlar haftaligi Newsweek to'ri 8-iyul kuni maxsus xabar berib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati va xalqaroning buningga qaytirgan inkosi haqida to'xtaldi. Xabarda yaqinda e'lon qilingan Adrian Zenizning doklatidan naql keltirilib, Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotganlarining o'p-o'chuq irqiy qirg'inchilik, ya'ni nupus qirg'inchiligi ekanligi o'tirg'a qo'yildi. Adrian Zenizning doklatida Uyg'urlar garchi butun Xitoy nupusining oran 2% ni tashkil qilsa-mu, ammo homildorlikdan saqlanish uskunlarining 80% ning Sharq Turkistonda ishlatilganligi tilga olingan. Xabarda Uyg'urlarning bir qancha yil ichida tug'ilish nisbatining 24% tuvanliganligi, tug'ut yoshidagi Uyg'ur ayollarining faqat 3% ningli farzandlik bo'lganligi, bularning Xitoyning Uyg'urlarning nupusini qattiq kontrol qilish siyosatining mahsuli ekanligi o'tirg'a qo'yilgan. Xabarda Trump hukumatining Uyg'urlarning navbatdagi bu vaziyatini avom ko'ngil biladigan, shundaqla Xitoyga qarshi xalqaro bir masalaga aylantirganligi eskartilgan. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishini ko'p qatim ayblab, Beijingning Uyg'urlarga butkul millat sifatida tutgan pozitsiyasini kishilik hayotning muqaddasligiga va insoniy qadr-qimmatga qilingan zo'ravonlik degan edi. Mutaxassislarning bildirishicha, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga sunilgan Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka solganligi haqidagi yangi doklat Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining oliy komissari Michel Bacheletning ustidagi muhim doklatlarning biri ekan. Bu doklat balkim Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xitoy bilan bo'lgan munosabatining buzilishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Mike Pompeo Xitoy Kompartiyasining yolg'onchiliklarini ta'kidladi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 8-iyul axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning yolg'onchiligi sababidan xalqaroda inovatining tushayotganligini ta'kidladi. Mike Pompeo Xitoy Kompartiyasining dunyoda millionlagan insonning yuqumlanishi va o'limiga sabab bo'lgan Xitoy virusi haqida texnicha ochiq bo'lmayotganligini, haqiqiy uchurlarni yushirayotganligini ayblab, dunyoning haqiqatni bilishga haqqi bor dedi. U Dunyo Sahiyya Tashkiloti tekshirishga borganda cho'qim Xitoyning ta'siriga uchramasdan haqiqiy bilim egalari odil kishilarning tekshirishi kerakligini eskartdi va bu masalaning siyosat emas, bilim masalasi ekanligini ta'kidladi. Mike Pompeo Xitoyning yolg'onchiliklari haqida to'xtalib, millionlagan Uyg'urlarni lagerlarga solab qo'yib, bu lagerlarni kasbiy tarbiyalash markazi deb ataganligini eskartdi. U yana yaqinda o'tirg'a chiqqan majburiy bola tushirib o'tishga oid doklat Xitoy Kompartiyasining e'tiqodlarining tamoman yolg'on ekanligini ko'rsatdi dedi. Prezident Trump'ning mustaqillik kunida so'z qilib, Xitoy Kompartiyasining virus masalasida ochiq oshkora bo'lmay sir tutib, soxtapazlik qilib, virusning dunyodagi 189 davlatga yeyilishiga yo'l ochganligi, Xitoyning bu masalada cho'qim to'liq javobgarlikka tortilishi kerakligini bildirgan edi. Angliyaning embargo tizimligiga Xitoy amaldorlarini kirgizmasligi tanqidlandi. Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab 6-iyul Angliya parlamentining Avom palatasida guvohlik berib, Angliya hukumatining yer shari kishilik huquq embargo mexanizmini ishlatib, dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquqni dafsanda qilayotgan amaldorlarga nishonliq embargo yurgizganligi. Dastlabki qadamda Birma, Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligidagi 49 amaldorni tizimlikka kirgizganligini bildirgan. Buning bilan Angliya Amerikadan keyin o'zining Magnitsky qonunini ishlatib, kishilik huquqqa xiloflik qilgan chet el amaldorlarini
jazolashga kirishgan ikkinchi davlat bo'lib qoldi. Lekin tizimlikning ichida Uyg'urlarni xo'rlayotgan, Hong Kongda erkinlikni bostirish bilan ayblanayotgan Xitoy amaldorlarining bo'lmasligi Angliya parlamentida munozara qo'zg'adi. Angliya parlamenti a'zolarining ta'kidlashicha, Angliya tashqi ishlar ministrligining embargo tizimligiga Uyg'urlarni xo'rlayotgan Xitoy amaldorlar va Hong Kong valisi Carrie Lam kirgizilishi kerak ekan. Angliya Avam palata a'zosi Tom Toginhat Avam palatasining yig'inida Dominic Raabning so'ziga inkos bildirib, uning Xitoy kishilik huquq dafsandichiligiga ko'rinarli sukut qilganligini tanqidladi. Tom Toginhat mundaq deydi: Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligiga qarata ko'rinarli sukut qilish bor. Bu yerda mayli Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni eksploatatsiya qilgan yoki xo'rlagan, mayli Hong Kong demokratiya faoliyatchilarini bostirgan kishilarga qarata embargo e'lon qilinib boqmadi. Men bu yerdagi havo rayiga hayronman. Bu balkim embargoning birinchi bosqichi bo'lganligi uchun tashqi ishlar ministrligi siyosatdagi bu o'zgarish bilan ahvolni to'liq his qila olmaganligi yoki havo rayini anqira olmagan bo'lishi mumkin. Yig'inda Avam palata a'zosi Hamidxon Imron 100 minglagan Uyg'ur, boshqa musulmonlar va xristianlar Xitoy lagerlariga qamalib, universal kishilik huquq prinsiplariga xiloflik qilingan bo'lsa-mu, lekin buningda javobgarligi bir amaldorlarning tizimligiga kirgizilmaganligini tanqidladi. U sizga ma'lum bo'lgandek, millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlar, shuningdek xristianlar Xitoy lagerlarida davomli qamalib yotmoqda. Inson qalbidan chiqqan bu lagerlar universal huquqqa xiloflik qilib, erkinlikni suydigan kishilar tomonidan muqaddas deb qaralgan yashash va ibodat erkinligiga daxli taruz qilmoqda degan. Angliya hukumatining yuqorqi qarori Angliyalik advokatlar, Angliyadagi Uyg'ur faoliyatchi Rahima Mahmud, Angliya Konservativlar partiyasi kishilik huquq komitetining a'zosi, Xalqaro parlamentlar birligining koordinatori Luke D. Pulfordning qarashicha, Angliya Xitoyning Sharq Turkistonda sodir qilayotgan qabih jinoyatini javobgarlikka tortishi kerak ekan. U Xitoyning jinoyatiga aloqador ishonchli dalillarning borligini bildirdi. Luke D. Pulford so'zida mundaq dedi: Biz hozir Uyg'urlarga qarata haqiqatan intayin yomon bir vahshiylikning sodir qilinayotganligini bilamiz. Balkim irqiy qirg'inchilik sodir qilinayotdi. Biz buning yuz berishiga qarab tursak bo'lmaydi. Angliyaning irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish ahdnomasiga imzo qo'ygan davlat bo'lish sifatida irqiy qirg'inchilikqa o'xshash qabih qilmishlarning oldini olish va jazolash majburiyati bor. Navbatda Xitoyning g'arbidagi Uyg'ur va boshqa millatlarga nima bo'layotganligi haqida ishonchli dalillar bor. Buningga cho'qim xotimi berilishi, Angliya cho'qim buningga qarshi taqobil turish tadbirlarini elishi kerak deganlarni bildirdi. Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab Angliya parlament a'zolarining Uyg'urlar haqidagi orqa-orqadan so'ragan savollariga javob berganda, Angliya hukumatining Uyg'ur masalasini Amerika qatorliq davlatlar bilan hamkorlashib, davomli Birlashgan Millatlar Tashkiloti kun tartibiga qo'ydiganligini ta'kidladi. Lekin Luke D. Pulford Xitoy qatorliq yomon g'arazlik davlatning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi xalqiliq organlarni kontrol qilib olganligi, agar Birlashgan Millatlar Tashkiloti harakatga kelib Uyg'urlarni qo'g'dimasa, uning mavjudligiga savol qo'yilganligini bildirdi. De Pulford mundaq dedi: Birlashgan Millatlar Tashkiloti cho'qim o'zining kishilik huquq kengashi, umumiy qurultiyi va xavfsizlik komitetidagi har xil organlarni ishga solib, Xitoyning g'arbidagi musulmon yerlik millatlarni qo'g'dashning bir yo'lini tepishi kerak. Agar unda qilmasa, butkul Birlashgan Millatlar Tashkilotining mavjud bo'lib turish sababi savol paydo qiladi. Biz buni hal qilishning bir chorasini tepishimiz kerak dedi. Lekin Dominic Raab Angliya Avam palatasidagi guvohligida hukumatning bu vaqtdagi taklif fikrlarini astoydil o'ylashadiganligini bildirgan. Dominic Raab so'zida: Biz buningdan keyingi taklif fikrlarga astoydil qaraymiz. Lekin men keyingi qadamda yo'l qo'yiladigan qaror haqida oldin ola faraz yoki qiyoslarda bo'lmayman. Ammo biz keyingi qadamning qanday bo'lishi kerakligiga bosh qotiryapmiz. Ko'k Hilal jamiyati xalqimizga aktiv xizmat qilmoqda. İstanbulda faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston Ko'k Hilal insoniy yordam jamiyati tirishib olg'a ilgirlash bilan birga xalqarodagi insoniy yordam jamiyatlari hamda vaqflar bilan hamkorlashib xalqimizga aktiv xizmatlar qilmoqda. 8 iyul Ko'k Hilal jamiyati hamkorlashgan Angliya insoniy yordam jamiyati igilik tiklash nishoni bo'lsa-mu, mablag' bo'lmaslik sababidan ish boshlay olmagan hamshirlarga 7 dona tikish mashinasi yordam qilib, ularning kichik tipdagi tikkuchilik korxonasi qurishiga va mushu sohada igilik tiklash, boshqa xonim qizlarga hunar o'rgatib, o'z-o'zini qamdashga intildiganlarni tarbiyalashga vasila bo'ldi. Tayvanda sepilsiz turma Sharq Turkistonda bostirish to'xtamida nomli faoliyat o'tkazildi.
Tayvan Sharqi Turkiston jamiyati 2019-yili 9-oyda Tayvandagi bir qism siyosiy faoliyatchilar tomonidan qurilgan ommaviy jamiyat bo'lib, mazkur jamiyat qurilgandan buyon sepilsiz turma Sharqi Turkiston temasida bir qancha qatimliq Uyg'urlarni qo'llash faoliyatlari o'tkazgan edi. Tayvan Sharqi Turkiston jamiyatining boshlig'i advokat Xachaodong apandi 7-iyul kuni Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, 3-iyuldan 5-iyul kunlarigacha Tayvanning Taybey shahrida o'tkazilgan 5-iyul Urumchi qatliamining 11 yilligini xotirlash faoliyatlari haqida ma'lumot berdi. Xachaodong apandining bildirishicha, uning riyosatchiligida 3-iyul kuni Taybey shahridagi parlament binosida sepilsiz turma Sharqi Turkistonda bostirish to'xtamadi degan temada muxbirlarga bayonot berish yig'ini o'tkazilgan. Bu yig'inda 5-iyul Urumchi qatliamining 11 yilligi xotirlanib, Uyg'urlarni qo'llash to'g'riliq taklif fikrlar o'tirg'a qo'yilgan. 3-iyul kuni o'tkazilgan muxbirlarga bayonot berish yig'ini haqidagi sin filmdan ma'lum bo'lishicha, yig'inda Tayvan qonun komitetidan Chin Bovi apandi, Taybey shaharlik parlament a'zolaridan Lin Yongzi apandi va Huang Yufin xonimlar 5-iyul Urumchi qatliami hamda Xitoy rejimining Sharqi Turkistondagi Uyg'ur siyosati haqida dokulat bergan. Rossiya bilan Xitoy Suriyaga yordam yetkazish qarorini rad qildi. Rossiya bilan Xitoy Suriyadagi 3 millionga yaqin kishiga xalqaro jamiyatning yordamini yetkazib berish fursati bilan ta'minlab kelayotgan qarornomaning muddatini uzartish taklifini rad qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi 2014-yildan buyon Suriyaga xalqaroning yordamining yetkazilishiga imkoniyat yaratib berib kelayotgan 10-iyul 2020da muddati oxirlashadigan mexanizmni yangilash masalasini ovozga qo'ydi. Germaniya bilan Belgiya tarafidan kengashga sunilgan qaror loyihasi Rossiya bilan Xitoyning veto rad qilishiga uchradi. Suriyaga Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining navbatdagi qaroriga asosan faqat Turkiyaning ikki chegara eg'izi O'nji Pinarning Suriya tarafiga joylashgan Babus Salam va Jilva ko'zining uduliga joylashgan Babul Havo orqali xalqaroning yordamini yetkazib bergili bo'ladi. Rossiya bilan Xitoy qaroriga qarshi belat tashlagan bo'lg'achqa 10-iyuldan boshlab yordam avtomobillarimi mazkur ikki chegara eg'izdan o'tolmaydi. Suriyaga yordam ashyolarini avatish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining qaroriga ehtiyoj bor. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bildirishicha, Suriyaning g'arbiy shimoliga joylashgan Idlibda yashaydigan 3 millionga yaqin odamning 70% insoniy yordamga muhtoj ekan. Hong Kong soqchilari hamda kommunist soqchilaridan farqlanmaydi. Hong Kong alohida ma'muriy rayonidagi yerlik hukumat davlat xavfsizligi qonuni doirasida soqchilarga yangi salohiyatlarning berilganligini uqtirdi. Hong Kong mahalliy hukumatining rasmiy gazetida e'lon qilingan yangi xavfsizlik qonunining qo'shimcha moddalariga qaraganda, soqchilar alohida ahvollarda sud mahkamasining qarori bo'lmay turibmi uy makonlarni tekshira oladi. Soqchilar bundan keyin tekshirish jarayonida kishilarning shahardan chiqib ketishiga cheklama qo'ya oladi. Yangi xavfsizlik qonuniga asosan jinoyat tashkil qiladigan ko'chma va muqim mulklar bilan ularning kirimlarini musodara qila oladi. Soqchilar yana internet mulozimati bilan ta'minlaydigan shirkatlar, ijtimoiy taratquv va xabarlashish suplari bilan bu suplarni ishlatadigan kishilardan davlat amonligiga xavf yetkazadigan uchurlarni o'chirib tashlashini va tizginlashini talab qila oladi. Soqchilarning talablarini o'rindamagan internet mulozimati shirkatlari suplar va kishilarga 100 ming Hong Kong dollari 13 ming Amerika dollari atrofida iqtisodiy yoki bir oygacha qamoq jazosi berildi ekan. Soqchilar yana bundan keyin Hong Kong valisi Carrie Lamning ma'qullashi ostida uchur aloqaga mudohala qila oladi. Maxfiy ko'zitish va tingshash faoliyatlari bilan shug'ullana oladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.